Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Bugun 18-iyun 2025-yil holatda penobloklarimiz bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Bizda latoglik bloklar quruq holatda. Ovozlarini mana eshitib ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ajoyib holatlarda. Qurug'idan bor yetarlicha teshiklik bloklarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Burchaklarga teriladi. Deyarli hamma bilib qoldi buni qanday foydalanishini. Teshiklik latoglik bloklarimizda burchaklarga terilib beton quyiladi. Budjetli varianti bu. Bu yerda qurigan g'ishtlarimiz ham bor. Yana ham chiqmoqda g'ishtlarimiz, bloklarimiz. Ovozlarni eshitib ko'rishlaringiz mumkin, juda ham zo'r holatda turibdi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bular yaqinda quyilganlari, uncha qurimagan, ular qurigan. Bizda 2000 dan ziyod bloklar bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Описаниеda nomerlarni qoldiramiz. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanida ishlab chiqaryapmiz. Joydagi narxi 13 ming so'm yuklab beramiz. Bloklarimiz juda ham sifatli, puliga yarasha sifat ham bor bizda. Mahsulotlarni ekonom qilmasdan solingan mahsulotlar. Razmerlari 20, 30, 60. 20, 30, 60. Bu hozir pergorodka holatda turibdi. Pergorodka tersa bo'ladi bu holatida. Kimlardir uyga ham teryapti shu holatda. Lekin uyga tashqi devorga tavsiya bermayman. Yotqizib tergan yaxshi. Ozroq ishni ketishi mumkin, no? Yaxshi. Sifati juda ham zo'r, qattiq. Xohlagancha mana bosib ko'rsangiz qo'l botmaydi. Ko'pchilik joylarda ko'ramiz, qo'l botib ketadi, yumshoq juda ham deyishadi. Yo'q, bizda bunday emas. Bizda juda ham qattiq, juda ham ajoyib. Hozir naryoqda chiqarish jarayonlari ketyapti, hozir ularni ham tanishtirib o'tamiz. Bizda ishlarda o'zi ham obzor qilib ketaveradi. Buxoroning eng birinchi navli sifatli ishlardan biri. Bitta qorimimizda 3 ta blok chiqadi. Bloklarga 100% kafolat beramiz. Sifatiga bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan summada cheklanmagan miqdorda bloklarimiz bor. Xullas bizda penoblok quyish jarayoni bugungi sana bilan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol tortmasdan murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini описаниеda qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.